Davom etamiz. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi xodimlari va tadbirkorlar o'rtasida uchrashuv tashkil etildi. Hozir shu haqda. Uchrashuvda davlatimiz rahbarining mazkur farmoniga muvofiq 2030-yilga qadar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish bo'yicha belgilangan asosiy maqsadli ko'rsatkichlar tadbirkorlarga batafsil tushuntirildi. Jumladan, yalpi ichki mahsulotda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 1,3 barobarga qisqartirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida naqd pulsiz to'lovlar ulushini 75% ga yetkazish, iqtisodiyotning rasmiy sektorida band aholi ulushini 64% ga vazifalari belgilab olinganligi ta'kidlanildi. Mana bugun Surxondaryo viloyat boshqarmasida tadbirkorlar uchun seminar bo'ldi. Bu seminarda prezidentimizning yangi chiqqan farmonlari tadbirkorlarga tushuntirib berildi. 2026 apreldan boshlab qaysi yo'nalishda to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi biz tadbirkorlarga tushuntirib berildi. Biz tadbirkorlarga bu o'tkazilayotgan seminarlar uchun soliq boshqarmasiga katta rahmat aytamiz. Chunki chiqayotgan har bir farmonni o'z vaqtida bizga tushuntirib berishyapti. Shuningdek, farmon bilan tadbirkorlik faoliyatiga asossiz aralashuvlarni bartaraf etish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, 2026-yil 1-iyundan boshlab nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshiruvlarni bodi kameralardan foydalangan holda amalga oshirish tartiblari joriy etilishi belgilandi. Tadbir yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob berildi. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.